O'zbekiston bu yili 2025-yil 22-25 may kunlari Toshkent shahrida Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi. Jahon karate federatsiyasi, Osiyo karate federatsiyasining asosiy talablaridan biri Jahon karate federatsiyasidan tasdiqlangan tatamida o'tkazilishi ko'rsatib o'tilgan. Bu tatamilar har qanday sinovlarga bardosh bera oladigan, qo'mita va kata bahslarda, bundan tashqari para karate musobaqalarida ham o'zini yorqin ko'rinishlarini, hamma katachilarni, qo'mitachilarning yorqin ko'rinishlarini o'zida yaqqol ko'rsatib beradigan xususiyatlarga ega bo'lish kerak. Albatta musobaqalar eng yuqori saviyada o'tkazilishini inobatga olgan holda assotsiatsiyamiz raisi Rashid Azodovichning takliflari bilan O'zbekistonga eng yuqori sifatda ishlab chiqarilgan Tatamix korxonasini, Tatamix firmasini tatamilari keltirildi. Hozir men sizlarni ushbu Tatamix firmasining tatamilarini o'ziga xos xususiyatlari va afzalliklari bilan tanishtirib o'taman. E'tibor berib qarasak, bu tatamilarimiz 2 sm qalinlikda bo'ladi. Bu VKF tomonidan tasdiqlangan va albatta tatamilarni VKF Approved belgisi bo'lishi shart. Bu VKF tomonidan tasdiqlanganligini bildiradi. Albatta bularning ichiga shaxmat ko'rinishida qilingan donachalar musobaqalar jarayonida sportchilarni o'zini qulay his qilishlari va tatami ularni sirg'antirmasliklari va oyoq harakatlarida va boshqa kombinatsiya harakatlarida boshqa narsaga chalg'imasliklarida yordam beradi va bularni yig'ish va solish jarayonlari juda ham yengil kechib o'tadi. Tatamiga e'tibor beradigan bo'lsak, har bitta harakatimiz bu tatami bilan bog'liq. Har bitta harakatimizda tatami bizni muvozanatda saqlab turishimizga yordam beradi. Qo'mita holatlarida sportchilarimiz doim tatamida sakrash kamay holatida bo'lishadi. Bu holatlarda tatami bilan jipslashish va oyoqni bog'liqligi juda ham muhim. Boshqa tatamilardan afzallik tarafi 2 sm tatami ichkariga amortizatsiya qilinmaydi va sportchi o'zini bemalol his qiladi. E'tiborlisi, VKF tomonidan tashkil qilinadigan barcha yuqori saviyadagi musobaqalar aynan VKF Approved tatamilarda o'tkaziladi va O'zbekiston ham Osiyo chempionatini eng yuqori saviyada o'tkazishni o'ziga maqsad qilgan va Tatamix korxonasining tatamisini tanladi. O'zbekiston Osiyo chempionatini o'tkazishga tayyor.